Rajab oyida arvohlarni eslab bitta xatmi Qur'on qiladi. Uni foydasi yo'q, birodar. Ko'pchilik so'rayapti. Rajab oyi qachon kiradi? Rajab oyi inshaalloh dushanba kiradi. Rajab oyi shunday fazilatli oyki, Alloh taolo baraka bergan oyki, Rajab, Sha'bon, Ramazon. Ya'ni Ramazonga bir qadam qoldi degani bu. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam, sahobalar, tobiinlar, ulamolar Ramazonga tayyorgarlikni Rajabdan boshlardilar. Rajab ham fazilatli oy, lekin yana bir narsa bor, birodar. Rajab oyida xatm qilish kerak, Rajab oyida hech bo'lmasa bir 7 kishiga osh berish kerak, Rajab oyida bir arvohlarni eslash kerak degan joy yo'q. Unaqa joy yo'q. Rajab oyida tilovati Qur'on qilish kerak mayli. Rajab oyida roza tutish kerak mayli. Rajab oyida ko'proq ibodat qilish kerak bo'ladi. Rajab oyida aynan na namoz o'qiydi, hech narsa qilmaydi. Rajab oyida arvohlarni eslab bitta xatmi Qur'on qiladi. Uni foydasi yo'q, birodar. Ehson to'g'ri kelsa mayli qilsangiz bo'ladi. Qaysidir ehson kuni to'g'ri kelayotgan bo'lsa, Rajab oyida qilsangiz fazilatli. Lekin aynan o'sha arvohlarga qaratilgan oy, Rajab oyida bir xatmi Qur'on qilmasak bo'lmaydi degan joy yo'q. Alloh taoloning o'zi bu oy ham fazilatlik, Ramazonga tayyorgarlik, Ramazonga yaqin qolgan Rajab oyining fazilatli oylari hisoblanadi. Va kelgusi jumalarda Rajabning fazilatli kunlari haqida inshaalloh to'xtalib o'tamiz. Rajab oyida ham fazilatli kunlar, fazilatli kechalar, fazilatli amallar bo'lgan. Inshaalloh ularning tafsilotlarini kelgusi jumalarda tushuntiramiz inshaalloh.